Bismillah. Ertalabdan yo'lga tushganman. Chimyon tomonga ketdim, xudo xolasa. Zaifga tushgan edi. Anchadan bir ishlatilmayotgan katta basseyn bor ekan. Qani borib ko'ringlar. Nima gap, nima so'z? Inshaalloh bir manfaatimizni tegib qolar. Alhamdulillah manzilimizga yetib keldim. Ana ko'ringlar holatda endi. Tabiat lekin zo'r haqiqatda. Qara endi basseynimizga qarab yo'l olaylik. Zaifga kelib tushgani bu basseynni mavsumga tayyorlab beringlar deb. Lekin ko'ryapmiz, bu basseyn mavsumga tayyorlanishdan oldin ancha mehr talabga o'xshayapti. Ancha mehr talab. Mana basseyn. Kattagina basseyn. Lekin basseyn o'sha atrofida hammasi juda holat xata. Bular hammasi trotuarlar boshqadan shakllanadi. Zinadan tushganda o'sha holat. Kulyapti hammaga. Chiroqlarni hammasi tinkasib qo'ygan. Mazasi yo'q. Alloh bilguchi bu qancha turgan bu holatda. Chiroqlar bechora suvsiz suv qarib ketgan qurur. Keyin bizga eng ko'zimizga yoqmagan narsa namtida bunaqa treshinalar bor. Bu narsani sразу e'tibor berdim ro'parasiga. Скорее всего, basseyn ikkiga bo'lingan bo'lishi mumkin. Balkim. Chunki bunaqa treshinalar bejizga emas. Mana hol. Xatolikni ham ko'rsak bo'ladi. Mana hamma joy zatirka qilinganda, chiroqni o'rnatib qo'yishgan oldin, zatirkadan oldin. Shuning uchun orqasida zatirkasi yo'q. Qoida bo'yicha o'zi bu zatirka bo'ladi. Va keyin mana ustiga kerakli moslamalar qotiriladi. Hamma choplar yopilgandan keyin. Hop, bu yana bitta xatolikni aytib o'taman. Mana e'tibor bersanglar. Betonning ichkaridan ikkita sim kelyapti. Keyin mana bu montaj bo'lib bitta sim ulanyapti mana chiroqga. Bu ham xatoning bittasi izolyator bo'lyapti. Izolyator bo'lish kerak emas. Hozirgi texnologiya bo'yicha siflonli to'rtkalar o'sha bilan shakllantirsa bo'ladi. O'zi ilgari bu narsa bunaqa bo'lmasdi. Simi tashqarida shakllanardi. Montaj tashqarida bo'lardi, lekin keyinchalik balkim bu alishgan bo'lishi mumkin. Lekin mana ikkita sim chiqishi bu xato bu. Ya'niki bu peremnichka vazifasini beryapti. Bittasidan kelyapti, buni ulanyapti, bundan yana keyingi chiroqga ketyapti bittaga. Qoida bo'yicha nechta chiroq bo'lsa, sex pomeshcheniyadan, ya'ni transformatordan alohida nechta chiroq bo'lsa, alohida sim kelish kerak. Kitobi bo'yicha o'shanda pateriya kamroq bo'ladi, elektr energiyani, ya'niki to'la toks bu kerakli quvvatdan foydalanadi. Mana bunaqa holat yuzaga kelmaydi. Bu yerda hozir montaj qilishda ham orasida baribir chok qolib ketadi. Izolyatsiya qilamiz. Suv kirish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Hop, bu yerda yana nuqsonlardan bittasi mana bu chiroq. Ko'p holatda aytaman, mana shu chiroqni ehtiyot qilib qo'yinglar. Agar basseyningizda ancha basseyningizdan foydalanmasanglar, suv solib, unda naminga shikast yetadi. Mana buni o'zi oppoq narsa, o'zi qoida bo'yicha. Oppoq narsa bo'ladi. Lekin quyosh nuri buni sarg'aytirib, quritib, buni suv qilib tashlaydi. Salga bu chochilib ketadi. Shuning uchun mabodo basseynda suvsiz foydalanadigan, suvsiz turadigan bo'lsa, buni ustiga mana bunaqa bir nishab qiladi bir fanerma, tunkami mayli qilib qo'ysanglar, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlariga tegish kerak emas. Yoki PVH material bilanmi ustini tashab qo'yish kerak bo'ladi. Quyosh nurini to'sish maqsadida. Aks holatda bu chiroqli tez o'zini samaradorligini yo'qotadi. Bu holatda eng optimal variant oldin shu basseynni suv solib tekshirib ko'rish kerak bo'ladi. Avvalambor, haqiqatan agar basseynda muammo bo'lmasa, suv
kamaymasa, unda qolgan kommunikatsiya ishlarini bemalol qilsa bo'ladi. Kerak bo'lsa mana hammasini boshqatdan yengilab olsa ham bo'ladi. Chirog'i bo'lsa, mobilitasi bo'lsa, hammasini boshqatdan qilsa bo'ladi. Lekin asnovi, qovurg'asi butun bo'lsa bo'ldi. Chunki basseyndan tashqari hali bu atrofida ancha xonadon ishlari bor. Mana atroflar cho'kib ketgan. Mana bu yerda masalan basseynda chegarasi bo'lsa, mana alohida qo'yilgan bitta armasetka bormi, yo'qmi? Alloh bilguvchi. Bu nishapam aniq bo'lib ketib qolgan. Mana holat. Bu holatda o'zi tavsiya beriladi atrofiga styajka qilayotgan, zalika qilayotgan paytda mana betondan atmosfera qilinishi kerak, ya'ni mana bu armasetka basseyn betoniga ulanishi kerak. O'shanda mana bu холодный shuv bo'lib qolmaydi. Mabodo bu narsa bo'lsa ham mana alohida cho'kib ketib qolmaydi. Mana hisobiga chet shakllanib turaveradi. Bu narsaga e'tibor berilmagan. O'shaning uchun basseynning atrofi ancha cho'kkan, basseynning sathiga nisbatan. Yana bu yerda xatolardan bittasi ob'yom katta, juda ham territoriya katta, lekin basseynni lavani bitta nolga shakllantirishgan ekan. Bu narsa bir tomondan yaxshi, basseyn cho'tganda qoqilinmaydi, lekin bir tomondan ob'yom katta joyda bu narsa xato. Ham bu tog'li hudud bo'lgan hisobiga shaharga nisbatan yog'ingarchilik bu yerda ko'p bo'ladi. Bu yerda qilsa bo'lardi, hech bo'lmasa 1 metr qoldirib turib, bu yog'ini pastroq qilsa bo'lardi. Podium qilib shakllantirsa bo'lardi. Lekin bu hammasi bir xil. Erta basseynni ustini yopaman deysizmi, boshqami? Yog'ingarchilik bo'lsa, hammasi suv basseynga kelaveradi. Shuning uchun tavsiya beriladi, tog'li hududlarda imkon bo'lsa basseynga nisbatan, yerga nisbatan hech bo'lmaganda 5 sm, maksimum 10 sm ko'tarib qo'ygan afzal bo'ladi. Sabab yog'ingarchilik bo'lganda tashqaridagi mana chang yig'ilgan oyoq tegdi, hamma suv basseynga tushmasligi maqsadida. Mana basseynni ko'rayotgan bo'lsangiz, atrofi ham mehr talab, ichi ham, lekin bir ikkita joylarda treshina ko'rdim. Buni yurib tarab ishga tushirishdan oldin egalariga tavsiya beramiz, oldin suv solib tekshiraylik. Agar basseynda suv to'lib bersa, hech qayerga suv ketmasa, unga marra bizaniki. Mana mehr berishlar, chiroyli alishtirishlar, atrofidagi muhitni shakllantirish bu qo'pol gapirganda hech narsa emas. Hamma narsaning yechimi bor. Lekin basseynni chashasi, muammosi bo'lmasa, bu yutuqlardan eng katta yutuq hisoblanadi. Qolgan hammasini amallab yechimni qilsa bo'ladi. Lekin shu o'rinda aytib o'tish kerak, bu tog'li hudud bu. Shaharda basseyn saqlash uchun muammo emas, lekin tog'li hududda basseyn saqlash sal qiyinroq vazifaga kiradi. Shuning uchun ko'p joyda tavsiya beramanki, basseyn shakllantirayotganda har bir elementga e'tibor beringlar. Sababi bu to'g'ri ishlab tursa, sizga foyda olib keladi, sizga bu ko'zga quvonch bo'ladi, sizga zavq beradi. Hojatsiz chiqadi, qo'pol gapirganda. Lekin bu hojat talab bo'lib qolsa, mehr talab bo'lib qolsa, ishoninglar, ancha sizlarga jabr yetkazib qo'yishi mumkin bo'ladi. O'shaning uchun shu basseynni boshida shakllantirayotganda bir har bir narsaga, har bir punktga e'tibor berish kerak. Ya'niki tog'li joylarni e'tiborga olish kerak, bu yerdagi iqlimni hisobga olish kerak. Baribir shaharga nisbatan bu yerda ancha salqin bo'ladi. Shuning uchun har bir narsani e'tiborga olib qurdirsangiz, mayli sizga bir qism qimmatga aylanar. Lekin ishoning, ertaga ortiqcha xarajatga boshingiz kirmaydi. Mana bu yerda hozir shu egalar endi vaqt soati yetibdi. Shu basseynga mehr berishi, lekin hali aytgandek bu juda mehr talab holat. Buni basseyn o'ziga mehr berish kerak va basseynni atrofiga ham mehr berish kerak. Xo'p. Basseynni tepa mechanisiga tushdim. Bu yerda ham holat juda ayanchli. Egalarning gap bo'yicha ilgari filtr nasosi bo'lgan ekan. Menimcha qarovsiz qolib ketgan bo'lsa, shu kimgadir kerak bo'libdi-da. Olib ketib qolibdi-da nasos filtrlarini. Bu ham yaxshi emas. Shu o'rinda aytib o'taman, e'tibor bersanglar, men filtrdan chiqqan qumlar, katta bulgalar, kesak sifat. Bu degan so'z suv sifati qattiq bo'lganda mana shunaqa bulgalar, mana shunaqa qotishga olib kelinadi. Yoki shu dambadan chayilmagan qum. O'shaning hisobiga shu holatga olib keladi. Shuni tozalab qumni to'kkanda shu filtri o'zini kerak qilib olib ketibdi. Baraka topsin. Endi bu yerda hozir kommunikatsiyani shakllantirish uchun oldin mana kranlarni alishtirib berishimiz kerak. Chunki mana kranlar ham suvda qarovsiz qolib ketgan, hammasi yorilib ketgan. Bu kranlarni yangi kran qo'yamiz va basseynga suv ochamiz. Hali aytgandek, basseynda muammo bo'lmasa, o'sha parallelni bu filtratsiyani ham shakllantirsa bo'ladi. Boshqa filtr, yangi nasos kerak bo'lsa, boshqa hamma tizimni yengilab beramiz. Chunki kranlar yaxshi ishlamayapti va qolaversa basseynga ham boshqatdan mehr berish imkoniyati mavjud bo'ladi. Bu yo'g'ida Allohga tavakkul. Hamma bismillah ko'raylikchi. Alloh xayrlisini o'xshatsin. Bismillah. Shunaqa gaplar. Kuzatib turinglar, xudo xolisa buni ham chiroyli yechim topishga harakat qilamiz. Yo Allohga oson.